Assalomu alaykum. Bugun bitta xamir bilan 3 xil shirinlik tayyorlayman. O'sha trendga chiqqan podushechkalarni o'zim uslubimda tayyorlab ko'rdim. Videoning oxirida yaqinlarim xulosasini sizlarga aytaman. Un bilan margarinni uqalab olamiz. Tuxumga qaymoqni qo'shamiz. Sodani oksus to'ldirib, qaymoqli massamizga qo'shib aralashtiramiz. Keyin uni unli massamizga qo'shib yumshoq xamir qorib olamiz. Yong'oqdan kattaroq zuvalachalar qilib, ustini salofan bilan o'rab, xolodilnikka 2 soatga olib qo'yamiz. Bizasini tayyorlab olamiz. Tuxumga tuz qo'shib, qattiq ko'pik bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Shakarni oz-ozdan qo'shib ko'pirtirib olamiz. Limon kislotasi olib yana ko'pirtirib olamiz. Podushechkalar uchun xamirni yoyib, ichiga biza va olcha solib, videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. Pishgach issig'ida ustiga saxarni pudra sepib olamiz. Xamirni yupqa yoyganim uchun podushechkalar yorilib ketgan. Bananchiklarim ham videoda ko'rsatilgandek qilib tugib olamiz. Pishgach ustiga zgushonka surib, ustiga yong'oq yoki kokos va strushka sepib olamiz. Bizasi tashqariga chiqib pishadigan shirinlikni qanaqa tugilish videosini ko'rishga vaqtim bo'lgan. Bizasini ichiga ko'p solib, o'zim bilganimcha tugib tashladim. Duxovkani 160 gradusda pishirib olib, ustiga saxarni pudra sepib oldim. Xulosasiga yaqinlarim, hammasi zo'r, lekin eng zo'ri baribir bananchik deyishdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.